Har kuni plastikdan plastikka pul o'tkazamiz. Lekin bu qachon shubhali operatsiya hisoblanadi? Bu haqda bilish uchun videomizni oxirigacha ko'ring. Plastikdan plastikka pul o'tkazish o'zi xavfli emas. Lekin tushunarsiz, muntazam va yirik harakatlar shubha uyg'otadi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan shubhali operatsiyalar mezonlari ishlab chiqilgan. Bitta shaxsga tegishli yoki unga rasmiylashtirilgan bir nechta bank kartalariga yoki elektron hamyonlarga 30 kun davomida umumiy hisobda bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravariga teng yoki undan ortiq miqdorda pul mablag'larining o'tkazilishi shubhali operatsiyalardan biri hisoblanadi. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan xalq maqoli bejizga emas. Shunday ekan, faqat tanish odamlarga pul o'tkazing. Operatsiya maqsadini tushuntirish imkoni bo'lsin. Begona rekvizitlarga ommaviy o'tkazmalar qilmang. Karta orqali aylanma pul sxemalariga aralashmang.